Abzor qiladi, mana emas. Gap keling. Bugun xudo xolasa Trabzonni abzor qilamiz, lekin Trabzon bugun abzori juda ham ajoyib bo'ladi, chunki xalq abzor qiladi, mana emas. Gap keling. Labbay, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat. Shu maqtagan ovqatingiz sal o'xshamadi bugun. Voy, nimasi o'xshamaydi, qani? Sal quruqroq. Quruqroq? Bo'ldi. To'g'rilarni qulog'idan tortamiz, kotletimiz, koftayimiz quruqroq bo'pti. Nechinchi marta kelishinglar Trabzonga o'zi umuman? Ko'p kelamiz. Juda ham ko'p kelamiz. Bu degani yoqqanida ko'p kelasizlar. To'g'ri fikr uchun bitta desertlar bilan mehmon qilsam. Yo'dimiysizlar? Voy, zo'r bo'ladi. Qani, diyeta buzilib ketmaydimi? Yo'q. Ha, qaddi qomat zo'r ekan hammaniki. Hammamiz 90, 60, 90. Bo'ldi. Yaxshi o'tiringlar, rahmat sizlarga. Xullas, joyiga kelib qolman. Qizlarga bugun gap ekan. Naqd 5 ming olar ekanlar. Endi shuncha pul olganlardagi men o'zim olmasam bo'lmaydi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Alaykum va alaykum assalom. Qanaqasiz? Kayfiyatli? Zo'r. Endi bir boshidan nima yoqdi, nima yoqmadi? Endi sizga menimcha bugun hamma narsa yoqishi kerak, chunki mashinaga 5 mingni solib olib ketar ekansiz. Ha, xudo xolasa. Xudo xolasa. Nima yoqdi? Yo'q, yaxshi atmosfera zo'r, birinchi o'chirda. Keyin ovqatlari ham mazali, salatlari ham mazali. Bu opamizdan alohida intervyu olaman, chunki vkuslari doda ekan, menga obuna ekanlar. Sizga nima yoqdi, nima yoqmadi? Hammasi yoqdi. Hammasi yoqdi? Yana kelasizmi, xudo xolasa? Kelamiz, xudo xolasa. Qani, bemalol uydagilarni olib, onajonlarni, ayollarni, opa-singillarni olib kelib o'tiradigan oilaviy joy bo'lgan. Mabodo детский площадкаlar ham bor. Agar kichkina nevarachalar, churraqachalarni bemalol u yoqqa joylashtirasizlar, sizlar maza qilib o'tirasizlar. Xo'sh, bu stolda chiroyli qizlar o'tirishibdi. Hozir yuzlanamiz. Assalomu alaykum, yaxshi o'tiribsizlar? Tuzukmisizlar? Qanaqasiz? Men bularni taniyman, lekin hamma narsa kuplinmi emas. Men shuncha ko'rib qoldim, shunchaki. Yoqdimi, yoqmadimi, necha marta kelgansizlar, ozgina informatsiya. Men bu yerga 3-4 marta kelganman. Menga hamma ovqatlari yoqadi. Ayniqsa shashlichoklari va вообще вкусные. Menda прям отзыв zo'r. Bu Trabzon haqida. Yaxshi o'difni boshladik. Tak, nimadir yoqmadimi? Kimga yoqmadi? Ana maktabda qo'linglarni ko'taringlar deydi-yu. Честный отзыв aytamiz. Ko'zingizdan bilib turaman, sizga nimadir yoqmadi. Hozir yoningizga boraman. Tak, sizga nima yoqdi, nima yoqmadi? Yoqdidan boshlaylik. Yoqdimi o'zi bu narsa? Yoqdi. Hammasi bludalar yaxshi, вкусный, mazali. Ozgina salatda, plomma degan salat zakaz qilishgan ekan. Sal kislotasi kuchliroq. Немножко запахи bormi? Cho'ta yoqmadi menga. Tan olaman, yoqmadi. Xullas, tulumda ozgina kisliroq bo'pti. Hozir tulumni birgalikda yeb ko'ramiz va uni men shaxsan o'zim tekshirib ko'raman. Qolgan narsalar ovqatlar yoqdi. Yaxshi, zo'r, rahmat. Sizga nima yoqdi, nima yoqmadi? Bir boshdan. Birinchi salat etdik. Salatlardan shu xrustashi baklajanda ichi sal pishmagan. Или tez pishirib yuborishganmi? Qolgan hammasi yaxshi. Menga mana shu burati sirim juda ham yoqdi. Bu manba bor-ku. Galini pomidori. Qo'rqit yeyishadi. Yo'q, juda ham mazali. Zo'r. Hamma narsaligi zo'r. Respekt. Rahmat. Sizgacha. Assalomu alaykum. Nima yoqdi, nima yoqmadi? Menga hammasi yoqdi. Ayniqsa fruktoviy salatingiz yoqdi. Yoqdi. Ovqat yedinglar, faqat salat yedinglar. Yo'q, men bu ovqatdan yedik. Sash, qarang. Zo'r. Вкусныйmi? Ana takoy, nonlarni botirib yeydi. Voy mazza qiladi. Hozir shunaqa yeysiz. Mana hozir dugonam aytganlaridek, haqiqatda biz ko'p kelardik bu yerga. Keyin aynib ketgan edi, lekin hozir aytolman-ku, palchika blijish juda ham. Trabzon aynidi deganlar uchun, Trabzon aynimadi, Trabzon ko'st emasi yanada yaxshilandi. To'g'rimi? Gullab yashnayapti, bemalol kelaveringlar. Hammalarni kutamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Yaxshi o'tiribsizlar? Bir og'iz suhbat kerak menga. Qale, yoqyaptimi bizning joylar? Albatta, juda ham yoqadi bizga Trabzon restorani, juda ham chiroyli ovqatlari. Qanchadan beri kelasiz Trabzonga? 5-6 yildanmi kelamiz, ochilgandan beri kelamiz. Sodiqsiz Trabzonga. Trabzonga sodiq. Yaxshi. Nima yedingiz? Mana, yebsiz go'shtlardan fikringiz to'g'risini ayting faqat, bizda faqat haqiqat. Ovqatlari ham, salatlar ham juda ham a'lo darajada. Endi bulardan so'raymiz, siz nima yedingiz, nima yoqdi, nima yoqmadi? Salatlardan Trabzon salati juda ham yoqdi. Mazasi juda ham mazali, необычный. Просто очень вкусно. Koreykada juda ham yumshoq pishibdi. Boshqa joyda ham zakaz qilamiz. Koreyka juda ham mazali. Endi mehmonlarda zamechание bo'lgan ovqatlarni birma-bir yeb ko'ramiz va men o'zimni fikrimni aytaman. Bu baqlajonli salat boshlaymiz. Fikrimga keladigan bo'lsa, baqlajonli qirsalavotda ularda 100% baqlajonni balon olovida qovurishgan va o'shaning uchun ichi pishmay qolgan. Lekin menga yaxshi pishirib kelishdi. Bu menligi uchun emas, kuxnyadagilar bilmaydi men uchunligini. Lekin kuxnyaga shu narsani inobatga olishni iltimos qilaman. Baland olovda pishirmaydi. Ikkita stolga tulum salati uncha yoqmadi. Men muammoni topdim. Tulumni o'zini ozgina hidi bo'ladi, chunki koji sir, undan hiddan qochib bo'lmaydi. Lekin kisli narsa bu zapravka. Zapravkasini hozir ko'rganinglardek, ofitsiantlarni, xodimlarni o'zi qilib beradi va sal ko'payib ketsa, o'sha kisli mazani beradi. Menda ham ko'payib ketgan. Keyingi safar tulum salat zakaz qilganinglarda zapravkani kamroq qilib beringlar desanglar, menimcha bu muammoga yechim topiladi. Ko'ftani sal quruqroq deyishdi, lekin ko'ryapsizlar, menga quruq kelmadi. Lekin bu Iskandarni albatta kelib yeb ko'rishingiz kerak. Menga bu yoni Iskandari juda ham yoqadi. Xullas, agar bunaqa format obzorlar sizlarga yoqayotgan bo'lsa, like, podpiskani ayamaysizlar, kommentariyada yozinglar. Shunaqa men o'zim emas, menga qo'shilib xalq bilan qaysi joylarni yana obzor qilib bering. Menga yoqimli ishtaha, men o'zim fikrimni aytdim. Sizlar kelib albatta kommentariyada o'zinglarni fikringlarni aytinglar va kamchiliklarni ustida albatta Trabzon bilan birga ishlaymiz. Menga yoqimli ishtaha.